Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Taksidan tashqariga chiqqan holatda bir narsani ilindim desam ham bo'laveradi. Bir jigarim qiz chiqargan, nihoyatda shariatga muvofiq qilib to'y qilishdi. Alhamdulillah, qizi madrasani tugallatgan, alhamdulillah endi joyiga uzatishdi. Dinni tushunmagan xalq ancha bir ajoyib bir g'alati bo'lishib oldi. Dinga muhabbati borlar suyunishdi bo'lgan to'ydan. Xullas to'y bo'lib o'tdi. Hammasi yaxshi, alhamdulillah. Haligi har bir buyukni ortida bir ayol turadi deb bekorga aytishmas ekanda. O'sha kuyov bola to'ydan endi ancha o'tgandan keyin jiyanimizga kelinga aytibdi-da, siz onangizni tarbiyasini olibsiz, xuddi onangiz oyingizga o'xshang, faqat oyingizga o'xshang debdi-da. Nimaga desa, bundan qarasam sizlar taniganimdan beri dadangiz doim o'sha safarda yurar ekan, Rossiyada, Koreyada, u yoqda bo'lib yurar ekan. Uyda endi ko'proq o'zlariz qolasiz ekan, tarbiya onangizniki ekan, ya'ni ayingiz tarbiya qilgan ekan. Lekin sizni taniganimdan beri dadam ono, dadam mono, dadam ono, dadam mono qilib dadangiz umuman bizni yurtlarda eng oliy janob, eng buyuk odam qilib ko'rsatyapsiz. Gapirayotgan gaplaringizdan dadangizga bo'lgan hurmatingiz, vaholanki bu yerda dadangizni oylab, yillab kerak ko'rmagan vaqtlaringiz bo'lgan ekan. Endi kelganda kelib, kelmaganda shu tirikchilikda ko'proq bo'lib, lekin og'zidan dada tushmas ekan. Shuning uchun men safarda bo'laman, uyda bo'laman, tarbiya beraman, berayman farzandlarga, xuddi onangiz tarbiya berganda tarbiya bering debdi-da. Endi bu gapni eshitib qo'yish boshqacha ekani, alimda his qilib, fikr yurgizib, eshitishlik, ayniqsa yaqin odamingizdan eshitgan bo'lsangiz bir boshqacha bo'lasiz ekanda. Endi bu shu atrofimizda misol shuncha oilalar bor-da, misol uchun qarab turgan bo'lsangiz, bir dadasi yaxshi yoki vaqt kelsa umuman bir safarga chiqmagan, faqat bolalar, farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullangan yoki safarga chiqsa ham o'sha farzandlarga befarq bo'lmagan, lekin mana shu bunaqa so'zni eshitishlik har kimga ham emas ekanda. Ya'ni oilada onani tarbiyasi katta rol o'ynar ekanda. Shunday oilalar ham borki, ota faqat oilam deb shu ko'proq safarda yursa ham faqat oilam deydi, yoki safarda yuradi, yurmaydi, lekin farzandlarni qaragan bo'lsangiz, umuman otaga nisbatan nima deydi, boshqacha-da. Endi uni nimasi qayerdan kelgan desa, o'sha tarbiya onaniki boshqacha bo'lar ekanda.